Dünya Uyghur Qurultayı və Şərqi Türkistan Təşkilatlar Birliyi qatarlıq təşkilatlarının rəhbərlərindən təşkil tapqan bir vəkillər ömiki Germaniyanın Duisburgdagi Şərqi Türkistan Mədəniyyət və Uçur Mərkəzinin sabiq rəisi Abducelil Qarqash əpəndini ziyaret qildi. 28 dekabr çarşamba günü Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun Aysa, muavin rəisi Fərhad Yorunqash, Xalqara Şərqi Türkistan Ammavi Təşkilatları Birliğinin rəisi Hidayatullah Oğuzxan, Şərqi Türkistan Ölümalar Cəmiyyətinin muavin rəisi Sirajiddin Azizi, müdiriyyət əzası Aysa Savud və Avropa Şərqi Türkistan Maarif Cəmiyyətinin rəisi Abdurrahman Abdullahdan təşkil tapqan bir heyət Uyğur televiziyasının qurğucusu və Şərqi Türkistan Uçur Mərkəzinin sabiq rəisi Abducelil Qarqash əpəndini ziyaret qildi. Uçurishda Şərqi Türkistan və növbətdagi məsələlər müzakirə qilindi və fikir almashtirildi. Xitoy doiralari agar Tayvan mustaqillik uchun qadam bossa, qattiq tadbir qo'llanilganligi to'g'risida tahdid soldi. Beijing hukumati chet ellarning aralashishi va Tayvandagi ig'vogarchilikning kelar yili ko'payishi mumkinligini o'tirib qo'ydi. Xitoy Tayvan ishxonasining bayonotchisi Ma Xiaobang mundaq dedi: "Agar Tayvanda mustaqillik talab qiladigan bo'lgunchi kuchlar ig'vogarchilik qilsa, hatto qizil siziqimizdan holqib ketsa, biz qattiq tadbir qo'llanishga majbur bo'lamiz" dedi. Mustaqil davlatlar o'rtaq gavdasi rahbarlari COVID-19 yuqumiga qarshi turish uchun Rossiyaning Sankt-Peterburgda ko'rishdi. Yig'inga Rossiya prezidenti Putin, Ozarbayjon prezidenti Aliyev, Belorussiya prezidenti Lukashenko, Qozog'iston prezidenti To'qayev, Armeniya bosh ministri Pashinyan, Qirg'iziston prezidenti Japarov, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev, Tojikiston prezidenti Rahman va Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov qatnashdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 2022 yillik Beijing qishloq olimpik tanharkat musobaqasi diplomatik boykot qiladiganligini jakarlagan Amerikaning 18 hukumat amaldoriga viza iltimos qilganligini e'lon qildi. Janubiy Xitoy atiganlik pochta gazeti oldingi e'lon qilgan xabarda Amerika Tashqi ishlar ministrligining o'rta va tuvan darajalik 18 amaldorining bexatarligini qo'llash harakatiga qatnashish uchun viza iltimosi sunilganligini bildirgan edi. Germaniya Səhiyyə Ministri Karl Lauterbach Xitoy virusining Omikron variantining bu davlatda tuvan mo'ljallanmasligini talab qildi. Lauterbach navbatdagi Omikron varianti bilan yuqumlanuvchilarning soni biz duch kelgan xatarga sal qarag'anligini ko'rsatib beradi dedi. Falastin prezidenti Abbos 6 yildan buyon tunji qatim Isroiliyani ziyorat qildi. Abbos Isroiliya davlat mudofaa ministri Benny Gantz bilan ko'rishdi. Yig'in Tel Avivning sharqidagi Rosh Hayindagi Gantzning turalg'usida elib berildi. Isroiliya davlat mudofaa ministrligi ishxonasi yig'in to'g'risidagi uchurlarni ham bayarildi. Yig'in jarayonida bexatarlik va puxraviy sohadagi har xil masalalar muzokara qilinganligi o'tirib qo'yildi. 28 noyabr Qirg'izistonda o'tkazilgan cho'ng saylovdan keyin 7-chi navbatlik parlamentning vakillari qasam berish murosimiga qatnashdi. Egallanishicha 90 kishilik parlamentda 54 o'rinni siyosiy partiyalar, 36 o'rin mustaqil parlament a'zolari egallagan.